Sumalak sabr davomi, uni tezda tayyorlab bo'lmaydi. Kecha-kunduz kavlash, mehr va e'tibor kerak. Oltiariqlik Fotimaxon Ubaydullayeva hayoti ham xuddi shu sumalak kabi sabr bilan pishgan. Hayotiy qiyinchiliklar oldida to'xtamadi, turmush o'rtog'iga tirgak bo'ldi. Bu yo'lda ishtallamadi, halol mehnat qildi. Kezi kelganda mavsumiy ishlarda ham toblandi. Keyinchalik esa oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yib, noldan o'z biznesini boshladi. Sumalak tayyorlab sotishni hunarga aylantirdi. Mana 10 yildan beri Fotimaxon opa xonadonida 3-4 doshqozonda sumalak tayyorlanadi. Bu oilaning tadbirkorlik ishi. 2012-yildan beri mana shu soha bilan shug'ullanib, birinchi o'zimizga yegani qilib, ashuna qilib boshlaganmiz. U paytda bir sumalak qilib sotmasdi bozorda. Bir-ikki olib chiqqanimizda kulishgan bunday nima qilib sotyapti, sumalak ham sotiladimi deb. Endi Xudoga shukr, xaridorlar yig'ib anchagina yaxshi bo'yapti, tanilib. Shuning orqasidan shu uylar, joylar, mashina, magazin hammasi shuning orqasidan bo'yapti. Bitta qozonda 90 litr sumalak tayyor bo'ladi bir kunda. Agar zakaz bo'lsa, bayram, mana Navro'z 8-martlarga bog'cha tashkilotlar etsa, undan ham ko'proq ketadi. Endi hozir Allohga shukr hech ham kam bo'lganimiz yo'q. Bir kunda o'sha bo'lmasa 3 qozon, bo'lmasa 4 qozon sotamiz. Ishimiz yaxshi. Fotima opa nafaqat o'z oilasi, balki mahalladagi ayollar uchun ham imkoniyat yaratdi. Band bo'lmagan xotin-qizlar sumalak tayyorlash jarayonida ishtirok etib, daromad topmoqda. Shu orqali 2-3 nafar ayol doimiy ish bilan ta'minlangan. Ayolimiz Ubaydullayeva Fotimaxon 2025-yilda ayollar ikkinchi toifasiga kirishgan. Tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha shu oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yib oldi. 7 yillik xodimlari birgalikda bu fuqaroni o'rganib, 33 million so'mlik imtiyozli kredit berdik. Fuqaromiz doimiy harakatda, nafaqat oilasini tadbirkorlikka, balkim atrofidagi xotin-qizlarimizni, bo'sh turgan ishsiz xotin-qizlarimizni ham tadbirkorlik shug'ullanish uchun astoydil harakat qilmoqda. Shuning orqasidan 2-3 ayollar ish bilan ta'minladik. Birov bo'sh turmaydi. Bu yerda barcha oila a'zolari bir yoqadan bosh chiqaradi. Kimdir bug'doy undirsa, kimdir qozon boshida sumalak kavlaydi. Turmush o'rtog'i mahsulotni do'konlarga tarqatadi. Farzandlari Zikrulloh, Soliha ham onasining hunarini egallagan. Bugun ular sumalakni mustaqil tayyorlay oladi. Hozir mana shu Zikrulloh bilan Soliha boni qizim bemalol mustaqil o'zlari sumalak noldan boshlab mensiz ham qilishaveradi. Kerak bo'lsa hozir mendan ham o'tib ketishgan ular. Men endi bozorda turaman, asosan hozir bozor, magazinlarda o'zlari xo'jayinim tarqatadi, o'g'lim o'sha o'rtalari ayollarni ishlatib, o'g'lim qilib berib turibdi. Kerak bo'lsa bizdan ham yaxshi qilishadi hozir. Mutaxassislar ta'kidlashicha, sumalak shifobaxsh xususiyatga ega. U organizmni quvvatlantiradi, bahoriy charchoqni kamaytiradi, qon aylanishini yaxshilaydi. Sumalakda foydali taraflari juda ham ko'p. Bug'doyda tomirida bo'ladi. O'shaning uchun qonni suyultiradi, asabni tinchlantiradi yesangiz. Asosan qonni suyultirishga yaxshi deb ko'pchilik olib ketadi. Davleniyasi borlar olib ketadi. Mana hozir ro'za Ramazon oylarida har kim har qanaqa narsa yegisi keladi, ayniqsa olishadi, qorinda to'xtatadi, kechgacha chanqatmaydi ham. O'shaning uchun ro'za Ramazon oylariga to'g'ri kelyapti 2 yildan beri mana shu sezonimiz. Alohida sumalakka o'ziga kelganlar ham bor-da. Shu ro'zaga, saharligimga, iftorligimga deb yeydiganlar alohida kelishyapti. Qahramonimizning kelajak rejalari ham katta. Hozir 4 qozonda sumalak tayyorlanayotgan bo'lsa, kelgusida qozonlar sonini 6-7 taga yetkazish, alohida sumalak sexini tashkil etish niyati bor. Mehr bilan qilingan ish albatta samara beradi, deydi lavhamiz qahramoni. Eng avvalo mana oilamiz hunarli bo'ldi. Endi shuna orqasida anchagina yo'limizni topdik. Bu ishimni shu darajada mehr bilan qilamanki, keraksa uxlamasdan ham pishiraman. To'g'risi, masalan, klientlarim masalan bozorda tursam, shunaqa duo qilib ketishadi, o'shanda shunaqa ham xursand bo'lib ketaman. Sizda qizim masjidlarda duo qildik deydi, shunaqa ham to'g'risi ichimdan sevinib, o'zim xursand bo'lib ketdim. Ko'p duo qilib ketadi-da. 80% xaridorlarim shunaqa minnatdor bo'lib, shunaqa xursand bo'lib ketishadi. Mehnat, sabr va oilaviy hamjihatlik, mana shu omillar Fotimaxon Ubaydullayevaning muvaffaqiyatiga zamin yaratdi. Uning faoliyati mehnat qilgan inson hech qachon kam bo'lmasligining yorqin isbotidir.